Qaysirini tanlagan bo'ladi? Ochiqnimi yoki qadoqlanganimi? Ochiqni? Farqi yo'q. Narxi bir xil bo'lsa. Mana yopig'ini. Qadoqlangan. Nima uchun qadoqlangan? Brendi uchunmi, dizayni uchunmi? Xuddi o'sha mahsulot. Dizayn uchun. Hammaga ishonmaydi. Rostami ishonmaydi, chunki ochilgani ichida har xil narsa qo'shilgan bo'lishi mumkin. Gapura chiroyli. Qon dezinfeksiyaga rioya qiladi. Hamma tiyib tashlamaydi. Shu ustiga nimadir mikrob tushgan bo'lishi. Bularga infeksiya tushgan bo'lishi. Gigiyena qoidalari. Qadoqlangan. Menimcha mikrobdan kirmasa, tushmasa kerak deb o'ylayman. Yana bir Endi bu qadoqlangan yaxshi bo'ladi baribir. Agar narxi balandroq bo'lsa-chi? Bu nima? Ha. Baribir tanlagan bo'ladi. Narxi sal qimmatroq bo'lsa-chi? Narxi qimmatroq bo'lsa-chi? farqi yo'q. Farqi yo'q, baribir qadoqlangan. Farqi yo'q, baribir qadoqlangan tanladingiz. Mana o'zingizlar guvoh bo'ldinglar, mahsulotda qadoq dizayni qanchalik tanlovga ta'sir qilishini. Agar sizning mahsulotingizda qadoq yo'q bo'lsa, xulosa o'zingizdan. Keyingi safar yana nimalarni eksperiment qilib ko'rishimizni xohlaysiz, kommentariyaga yozib qoldiring.